Seni zalga olib bordim. Men o'zim yoshligimda o'sha qilgan zalimga olib bordim. Amirxon. Bor? Eshityapsanmi? Ishlayapman. Nima dedim? Boshqa zalni trenirovka qildirdim, o'zimiz zalimga olib kelib dedingiz. Hop, keyin nima dedi o'rtada bu? Siz mana bitta narsa ayting. Qarochi buni zalga qo'yishmadi. Siz oldingizda ukam ikkinchi boyin, hali boyda yutding, ikkinchisida ham yutishing kerak. Shuncha odamning ichida yomon bo'lib ketasan yutqizsang. Dedingizda o'zingiz trenirovka qilgan boks zalga olib borib gaplashdingiz. Boks trener buni sekundiga qarab, vaqtiga qarab, mushol ursa mushogiga qaradi, lapa ursa lapasiga qaradi. Videolarda gaplashsak. Keyin boyga tayyorlab olib chiqdi o'sha trener, siz bilan birga sekundant bo'lib chiqdi. Bu mikrofonda men ko'chada qo'y boqib yurib trenirovka qildim, men dalalarda trenirovka qildim dedi. Yoki Muhidin aka, rahmat, meni shu trener trenirovka qildirdi, olib chiqdilar degan yo'q. Muhidin aka rahmat o'zi masjidida Muhidin aka rahmat demadimmi? Masjidida men o'sha qo'yib qilib qoldimki, yo'q, men nimaga bu rahmat demadimmi? Bu dalalarda trenirovka qilgan yo'q-ku dedim men. Yo dalada qildim trenirovka podgotovkani. Men 2 hafta boks zalga borganman, qo'yanini dalada qildim, Muhidin aka ko'rdi. 2 hafta lekin zalga bordim. $100 trenerning qo'liga pul berdim. 2 hafta bor. Muhidin aka mo bordi. Chunki video qilib qo'ydim. Unda qilmadik aka. Sen muncha bilan $100 unga berdim, $50 bundan oldim. Muncha pul haqida gapirsan, senga biz pul haqida gaplashyapmizmi? Men borini